Mana hozir mana to'g'ri forishdan kirib kelyapmizda, mo'jirimga qarab ketyapmiz. Kelib mana shu biroz bir ana bu qo'ylarni ko'rib esimga tushdi-da, bir ko'rib bir bahri dilim ochildi. Shuni bir ko'ray deb, mana qarang chiroyliligini. Kengligini qarang bu. Mana men har shu forishga kelganimda mana shu yoshliklarim esimga tushib ketadi-da. Mana bu dashtlar, cho'llar, mana bu tog'lar, butun yoshligimiz mana shu yerda o'tgan. Tog'larda, mana cho'llarda qo'ylarni boqib yurardik biz ham. O'sha yoshligimizda qo'y, sigirlarimiz bo'lardi. Mana bu tog'lardan bir ancha yurgandan keyin Xudo xolisa, Mo'jirim qishlog'iga yetib boramiz. Bizni qishlog'imiz mana Mo'jirim qishlog'iga mana yetib keldik. Mana shu Forish tumani Mo'jirim qishlog'i. Mana har safar mana shu qishloqqa kelganimda Mo'jirim qishlog'imizga o'zimni uyimdek kirib kelganday his qilaman-da o'zimni. Chunki shu yerda yoshligim o'tgan, shu yerda katta bo'lganman. Mana chiqib ketganimga salkam 50 yil bo'libdi qishloqdan. Shaharda turib odam, shaharda bir sivilizatsiyalardan, nimalardan odam albatta charchaydi. Biz qishloqda tug'ilib o'sganligimiz sababli ko'proq shu qishloqlarni odam qumsaydi. Yosh o'tgan sari kelib mana shu yerda dam olaman. Yaxshi joylar bor. Mana bu Archa degan joylarimiz bor. Taxmin 2,5 ming yil bo'lgan Archani paydo bo'lishiga. Hozir borib shu Archani ko'ramiz. Mana endi hozir biz qishlog'imizga kirib kelyapmiz. Mana Mo'jirim qishlog'i. Yo'llar ancha yaxshi bo'lgan, mana asfalt qilingan. Bu yerda hammasi g'adur-budur edi-da bu yerda. Mashina yengil mashina yurishi juda qiyin edi. Mana remont qilib yo'llarni asfalt qilib chiroyli qilib bergan qishloqni. Mana bu suvni chiroyligini qarang. Bu 30 kilometr tepadan keladi. Narigi tomoni Samarqand viloyati. Jomboy. Bu tomoni Forish tumani. 30 kilometrdan mana bu chashmadan, tog'lardan oqib kelaveradi. Hozir ozgina suv kamaygan. Ancha kamayibdi. Oh! Mazzaku, ha? Yoshliklarim esimga kelib ketyapti-da. Yaxshi damlarim esimga kelyapti. Vaqt tez o'tib ketar ekan vaqt. Sezmay qolasiz, bilmay qolar ekansiz. Bir pasda 65 ga kiribman. Kechagina yurganda mana shu tog'larda chopib, yugurib, futbol o'ynab. Endi albatta suvni oldiga kelganingizdan keyin har inson ham barcha o'sha tashvishni, dunyoni tashvishidan ozgina bo'lsa ham odam unutadi. Tashvishlarni.
shunaqa gaplar borki, dunyoda bunaqa archalardan ikkita bor ekan. Bittasi yaqin Fransiyada, bittasi mana bu o'zimizda O'zbekistonda. Endi taxminlar bor, kimdir 2000 yil dedi, kimdir 2500 yil dedi. Shu hozircha 2500 yilga to'xtatilgan. Bu ziyoratgoh joylardan bittasida bizda. Qishloqni farqi hisoblanadi. Butun turistlar Fransiyadan, butun Yevropadan, butun Osiyo davlatlaridan kelib bu yerda ziyorat qilib ketishadi. Bu necha odamlarni ko'rgan, necha qishlarni, yozlarni boshidan o'tkazgan archa. Bu joni ham qattiq ekanda buni. Qarang. Tomirlarini. Bu dunyoning mo'jizasida bu. Yoshlik paytlarimizda, bolaligimizda buyoqqa kelib mana shoxlarga osilib, tepalariga chiqib o'ynab yurardik-da. Va bu atrofda qo'y boqardik. Yoshligimizda qo'ylarimiz bo'lardi. Qo'ylarni boqib kelib, shu archani soyasida o'ynab, bolalar bilan shoxlarga chiqib yurardik. Mana bu joylar endi madrasa bo'lgan. Mana shu yerda 15 kilometr, 20 kilometrdan kelib, piyoda ketishgan. Mana shu yerda madrasada dars olib ketgan. Mana hozir albatta mana bu nimalar ancha xarobaga kelib qolgan. Bular endi bu bir necha yildan beri qarovsiz qolib ketgan bu joylar. O'zi shunaqa joyga, bir sirli joyga o'xshaydi-da. Shu o'tmishni saqlab qolganga o'xshaydi. Madrasalarni ko'rib, archani ko'rib bir to'lqinlanib ketasiz, odam bir his tuyg'uga ega bo'ladi-da. Hayot qanday tez o'tib ketishini. Bunga taxmin bir 100 yil bo'lgan uzoq bilan. Qarang, qanaqa ahvolga kelib qolgan. Hayot shunaqa tez o'tib ketar ekanda, odam bilmay, sezmay qolar ekan. Mana endi bu yerda hozir bizning Mo'jirumimizni ko'hna qal'asi. Mana xaroba aholiga kelib qolgan. Bu yerda 1000 xo'jalikdan ko'proq odamlar yashagan. Aslida teparoqda bo'lgan, bir 20 kilometr ichkaridan sekin ko'chib kelib, hammasi mana shu yerda yig'ilganda, shu yerdan keyin bir nimadir sabab bo'lganki, hamma tarqalib Qozog'iston, O'zbekiston cho'l zonalariga ketib qolishgan. Ota-bobolarimiz. Endi bu o'sha 18-yillar, 1918-yillar taxminan shunaqa joylarda bo'lgan. Hozir endi albatta xarobaga aylanib qolgan. Mana albatta 100 yildan oshiq bo'lyapti. Hali ko'p joylarda turibdi paxsalari. Bizning ko'hna Mo'jirumimiz mana shu.
اینجا معلم دیگر منو رشتی نفته با ما Qalaysiz endi? Aslı mana Ishlaringiz yaxshi, ko'rinishingiz yaxshi Shakar aka. juda ham Allah sog'liq ol. Charchamasdan yuribsiz. Mana shu kishi Shakar amak, mana shu yerda oqsoqollardan bittasi. Bizni shu katta qilgan insonlardan bittasida. Biz yoshligimiz mana shu yerda o'tgan bu kishilar bizdan bir 10 yosh, 15 yosh katta. Shakar akam, amagim. Hozir ham mana qarang, sog' salomat yigit bo'lib o'tiribdilar. Chiroyli yigit bo'lib. Mana toza havoda mana shu kamida har kuni bir 10 kilometr, 15 kilometr yolg'on bo'lmasa yuradilar. Shunaqa sportsmen-da bu kishi ham. Yosh ko'rinadi bu kishi. 12 yosh. Mana shu yerda bizni yoshligimiz o'tgan maktab bilan bizning o'qigan maktabim mana shu. Shu yerda o'qib katta bo'lganman. Yoshliklarim yaxshi xotiralar qolganda, oltin davrlarim o'tgan desam ham mubolag'a bo'lmaydi. Futbol o'ynardik, basketbol o'ynardik, keyin turnuk bo'lardi bu yerda. Shu turnuklarda aylanib o'ynardik, har xil mashqlar bajarardik stadionimizda. Hozir men ko'rsataman stadionni. 5 yoshligimdan sportga juda qiziqib kelganman-da. Asosan futbol, kurash, basketbol, keyin turnuklarni yaxshi bajarardim. Ustozlarim menga o'rgatishardi sport har xil turlarini. Endi albatta yoshligimizda hammamiz ham yaxshi futbol o'ynaymiz, yoshlik paytlarimizda. Hozir ham futbol o'ynab turaman men bolalar bilan. Mana shu stadion, mana shu eski stadion, mana voleybol, futbol stadioni o'ynardik. Ana turnuk turibdi. Shu eski o'zimizning stadionlar nima? Yaxshi xotiralar qolganda, endi yoshlik paytlarim chiroyli o'tgan. Mana shu stadionda futbol o'ynab, basketbol o'ynab, mana bu turnuklarni osilib, har xil mashqlarni bajarardik. Tog'larda yugurtirardi fizkultura domlamiz, Nazar akam, ustozimiz bor edilar. Undan keyin mana bu ustozlarimiz mana bu tepalikka yugurtirib olib chiqardi, pastga tushardi, yana yugurtirib olib chiqardi. Ko'pincha shu musobaqalarimda shu mashqlar qo'l kelganda ustozim keladi. Nazar aka, ustozim mana keldilar. Assalomu alaykum. Nazirni demoqchiman. Salomat emas, tinch, ko'rdingiz. Men Nazar akam, ustozim bu kishi. O'qitgan, mana shu yerda katta qilgan, ko'p mashqlarni o'rgatgan bu kishi. Har tomonlama ham nimadan, ham fizkulturadan dars berib, bizani katta qilib, tarbiyalab, mana shu darajagacha yetib olib kelgan mana Nazar akam bo'ladilar, ustozim. Men bu kishi bilan faxrlanaman. Bizga o'xshagan shogirdlar ko'p bu kishini. Necha yil biz 76 ketgan bo'lsak, bizdan keyin bir 30 yil ustoz bo'ldilar menimcha. Даже ko'p. 12-yilgacha ishladi. 40 yil ishlabdilar. Bizdan keyin 40 yil. Yoshligidan o'zi jismoniy tarbiyaga qiziqardi. Kurashga kurashishardi, sinfdoshlari ham bor hali bu yerda. Bu jasadi kichik bo'lsa ham ularni urardi. Futbol o'ynardi, voleybol, sportni hamma xilidan bor edi bunda ham. 76-yili 8-sinfni bitirib, bu yerdan ko'chib ketdilar bular. Keyin qolgan yuqori sinflarini Do'stlikda o'qigan. Arnasoy Do'stlik shu yoqda. Jizzax viloyatida. Ana keyin o'zining nimasida bori uchun mashq qilib jahon chempioni bo'ldi. Bizlar bunday shogirdlar bilan faxrlanamiz.
jahon chempioni bo'ldi deb gazeta nima nashr qilgandan keyin maktabda mana bizni maktabdan chiqqan shunday bola jahon chempioni bo'ldi deb hamma o'qituvchilar talabalarga majlis qilib tushuntirib bergan shunday. Biz xursand bo'ldik, bizni qishloqdan jahon chempioni chiqyapti deb. Sizdan ancha vaqtdan beri shu gapni aytmoqchi bo'lganim, sizdan juda minnatdorman va xursandman mana shu darajaga yetib kelganimni. Ancha sababchilari mana o'zingiz bo'lgansiz, o'zingiz bizni chiniqtirgansiz, urushgan bo'lsangiz ham, so'kkan bo'lsangiz ham hammasi bizning foydamizga bo'lganda, yugurtirgan ham kishi futbol ham o'ynatirgan, basketbol ham o'ynatirgan, turnuklarda ham aylantirib mashqlar bajarardik, osilardik, hammasini o'rgatardilar-da bu kishi. Shuning uchun men ustozdan juda xursandman, minnatdorman. Yoshlarga yosh qo'shilsin, umrlari uzoq bo'lsin. O'ylagan niyatlari nabira, xabara, chavaralarini rohatini ko'rsinlar. Mana shu mojirom qishloq. Mana shu yerda yoshlik paytlarimiz o'tgan. Mol boqib, futbol o'ynab, basketbol o'ynab. Mana shu qishloqda 5, 6, 7-sinflar shu yerda o'qiganman. O'zi aslida men Qozog'istonda tug'ilib o'sganman, Yetsoy. Bir paytlar u Sirdaryo viloyati bo'lgan. 1-sinf to 4-sinfimgacha o'sha Qozog'iston Yetsoy tumani Jdani qishlog'ida katta bo'lganman. Bu yerda bir ustozim bo'lardi, Jabbor aka degan. Sattarov ham qo'shnimiz edi. U kishi ko'p menga, u kishi ham ancha mehnati singan, kurashni sir asrorlarini o'sha kishi ham ko'p menga o'rgatgan. To 4-sinfimgacha. Endi kurashni biz boshlashimiz sababi bizlarda to'y kurashi bo'lardi. O'sha yoshligimizda sunnat to'yi bo'lardi. Shu sunnat to'yida albatta kurash o'tkazardi. Milliy kurash. U paytlarda bir polvon bo'lardi. Qaraxon aka degan joy mashhur kishi shu Qaraxon aka bo'lardi. U kishini ko'p tilga olinib turardi. Keyin men o'zim ham shu yoshligimda taxmin aytsam, 1-sinf o'qirmidim, yo'qmi, to'ylarga borib, endi biz yoshlarni kurashtirardi. To'yga albatta keyin borardi, kishini tomosha qilishga. O'sha paytlarda birinchidan yoshlarni chiqarardi. Sekin boshlanib, keyin sekin kattalarni kurashtirardi-da. Men ham chiqib kurashardim. Bizga o'rgatardi. To'ylarga olib borardi o'zlari. Yetaklab kurashtirardi. Men kurashardim. Yiqilsam yiqilardim, ursam urardim. Va shunaqa bo'lib, yoshligimdan katta bo'lib, u kishi keyin sekin o'sha kurashlarni, sir-asrorlarini menga o'rgatib, tayyorlab, sekin o'rgatardi. 4-sinfdan keyin boshqa qishloqqa ko'chib keldik, Telmon degan qishloqqa. Ko'chib kelib, u yerda 1 yil turdik-da. 4-ni u yerda tugatib, 5-sinfda Mojirom qishlog'imizga, ota-bobomizni tug'ilib o'sgan joyiga uydagilar olib kelishgan. Bir amagimiz bo'lardi, amagimiz shu yerga borib, bir shu ota-bobomizni joyini obod qilib, shu yerda bir uy qurib berdilar-da. Mana uyimiz mana tepalikda bo'lardi. 5, 6, 7-sinfni shu Mojiromda o'qidim. Bu yerdan albatta ustozlarim Nazar aka degan Qaronov o'rgatardilar, qo'llaridan kelgunicha. U kishidan minnatdorman. Keyinchalik 7-sinfdan keyin qayta biz Telmon o'sha Qozog'istonga yana qaytib ketdik. Bu yerda yashash noqulay bo'ldi bizga. Sharoitiga o'rgana olmadik. Shu bilan keyin qaytib biz Telmonga borib o'sha yerda yashadik. Bu yerda 8, 9, 10 Telmonda o'qidim. O'sha paytlarda bu yerda ham ustoz albatta shu hozirgi Arslon akamni akalari Usmon aka degan bizda ham sinf rahbar bo'lgan. U kishi shu sportchi bo'lgan. U kishidan ko'p narsani u kishidan ham o'rgandim. Umumiy jismoniy tarbiya, turnuklarda o'ynashlar, mashq qilishlar, oyog'imni osardim-da, turnukka shtangani atjimona qilardim. Ana o'shanaqa narsalarni ko'p Usmon akani bu yerda mehnati ko'p tushuntirib, endi ustozni eng
asosiy vazifasi shogirdiga to'g'ri tushuntirib bilish, miyasiga quyidirish. U kishidan ta'lim oldim 3 yil. Keyin bir 2 oy qolganda yana O'zbekistondan attestat kerak bo'lib qoldida, kelib Arnasoyda o'qib, Arnasoydan attestat oldim. Shu paytda вечерний Toshkent bo'lardi. Toshkent oqshomi. Degan bir katta butun ittifoq turniri bo'lardi. Shunga meni musobaqaga qo'yishdi. Arslon aka, oxirgi ustozim. Keyin men shu yerda musobaqani yutdim. 10-sinfda o'qirdim paytda. Musobaqani yutgandan keyin bizga shunaqa yo'llanma berdi. Universitetning yurfak fakultetiga kirishga. U yerda o'sha yili universitetning yurfak fakultetiga daxil bo'ldim. Yana o'zimni shu kurashimni davom ettirdim. Eng oxirgisi maromiga yetkazgani Arslon aka. Bir 40%, 50% o'zim mana shu ustozlardan olgan bo'lsam, 10-sinfgacha, 10-sinfdan endi universitetga kirgandan keyin musobaqalarda kurashishda o'zini qanaqa tutish, qanaqa kurashni barcha sir asrorlarini Arslon aka menga o'rgatgan. Chempionat essalarda shu kishini o'rgatgan usullari menga qo'l kelgan. U kishidan albatta endi men u kishidan minnatdorman. Mana qarang, mana shu bizning uyimiz mana shu Choldevorning narigi tomonda. Mana shunday mollarni boqib, tepaga qarab har kuni 1 marta, 2 marta, 3 marta chiqib tushardim yoshligimda. Qo'ylar shaqab chiqib ketardi, o'tlab, pastga olib tushardim, yana o'tlab chiqib ketardi, yana pastga olib tushardim. Qarab turardim mana shunaqa. Meni albatta chiniqtirgan, baquvvat qilgan mana shu o'zimizda mana shu tog'lar bo'ladi. Bu yerda endi ota-bobomizni uyi, shu yerda yashaganman, qanaqadir ma'lum vaqt katta bo'lganman, dars olganman, shu tog'larda yurganman, kezib yoshligimizda. Bu o'rtog'im bo'lardi, Mustafo degan. Shu Mustafo bilan kirib ketardik. Aylanib peshkom 10 kilometr, 15 kilometrlar yurib. Men shu yoqqa kelsam o'zimning uyimda, men shu yerda tug'ilib o'sganimday o'zimni his qilaman-da. Endi bu yerda meni ota-bobomning o'tgan joyida, shu yer meni vatanim, O'zbekistonim vatanim. Merhamet. Gelin kan. Gelin. Agar so'ta cho'rqasiga. Ha? Dame giradi. Ha, dame giradi. Ha, Hofiz Nazmi. Zo'rotni qo'yar. Ne. Qani bomba dam giradi. Xalas, hizb egarsiz. Qani o'tizda qani. Yollar aşık göründü. Kanal sahasını takip edilmiyor. Asalamak istiyorlar.
Cihan qandaysiz Cihan? Zerikamiz, sog'inamiz, kelamiz sizlar. Tinch, hammasi yaxshi joyda. Qishloqqa kelganimda mana birga katta bo'lgan do'stlarim, yoshligimda birga katta bo'lgan yigitlar bilan ko'rishamiz. Yoshliklarimizni eslaymiz. Yoshligimizga qaytgandek bo'lamizda. Yonimdagi mana bu do'stim Rahim ham qo'shnimiz bo'lgan, ham do'stim bo'lgan, birga katta bo'lganmiz. Bu yoq mendan 2 yosh kattada bu yoq kurashga olib borardi bizani. Ham o'zlari kurashardi, ham bizani kurashtirardi. Borib kurashib keyin qaytib kelardik. Lekin yaxshi kurashgan. Polvon bu kishi Rahim polvon deyishadi. Ham hofiz, ham meditsina tomonidan, ham kurash tomonidan, har sirqiraladi xullas kalom. Yana ko'p gapirsam bo'ladi bu kishi to'g'risida. Kuniga 10 kilometrdan kam yurmaydi. Ovchida miltiq qo'lida shu yurish bilan bular shu ovchilarni o'zingiz bilasiz-ku endi. Bobomurod bilan bitta voqea shu esimga tushyapti. Yoshligidan Bobomurod shu kurashga juda chanqoq edi. Sirdaryoga to'yga bordik. Bobomurod o'zidan 2 qarish katta, ham gavdasi katta bilan kurashdi. O'zim qo'rqib turibman. Bobomurodni yiqitadi deb. Bu kishi shu gavdasi shunday kichkina bo'lgan bilan o'sha boya katta polvonni osmondan ko'tarib yerga yiqitdilar. Mana shu hali shu voqea hech esimdan chiqmaydi. Bu noto'g'ri aytdi. Men o'sha boladan yiqilganman. Endi aytmadim. Shuni ayt. O'sha boladan yiqildim, keyin bular men ketma shu aytdiki, biz yana bitta kurashsin deb aytdi. Shuni boshdan aytaymi? Bo'ldi, men bo'ldi. Men 1 yilda endi mana shu epizod hech esimdan chiqmaydi. Bobomurod bilan shu noyabr oylari edi. Noyabr oylari edi. Havo sal sovuqroq edi, salqin. Havo salqin edi. Sirdaryoga Karl Marx kolxozi bor. O'sha yerga kurashga bordik. Borsak, davra katta, voy yerga changaloqni to'shagan, hali ham esimda bor. Changaloqni nima qilgan? Bobomurod keyin o'sha Sirdaryolik bir yigit bilan hali kurashga chiqdilar. Lekin haqiqatan to'g'risini aytish kerak, gavdasi bu kishining gavdasidan tal irikroq edi. Irikroq edi. Kurashdilar. Kurashdik, Bobomurodni yiqitib qo'ydi bu kishi. Endi gapni ochiq on ketdi bu kishi. Keyin haligi solimini olgandan keyin shu Bobomurod shu ichi yonib yotibdi, shu meni qaytib haligi olishtirsin. Ha. Keyin Bekovol turgan ekan, borib Bekovolga aytdim. Bizlar endi mana qo'shni rayondan kelganmiz. Iloji bo'lsa dedim, shu yigit yiqildilar. Xo'p desangiz, mana solimini bering, qaytib chiqishi yana bir marta olishsin dedi. Keyin qaytib yana o'sha boya yigit bilan olishtirdi. Lekin ikkinchi marta gapni ochiqlar to'g'risini aytish kerak, osmondan ko'tarib shu alamzada bilan urdi. Yerdan boya changi ham chiqib ketdi. Mana shu pasayni har zaman Bobomurodni ko'rsam, shu voqeani eslataman. Bobomurod qanday bo'luvdi, esingizdami? U kishini priyomi yonbosh ekanda. Shu yonboshga kiraman deganda bu kishi o'sha eski haligi bizlarda bardor degan priyom bor. Chotdan ko'taradi. Bardor degan. Faqat bu bizning mojamliklarda bor. Mana shu bardor bilan osmondan ko'tarib yerga urdi. Chesti yiqitdilar bu kishini. Keyin yuraklar o'zi ham haligi ko'ngli joyiga keldi. Bu kishi endi haqiqatan lekin qonida borlar. Mana qarang, vaqti soat o'tdi. Mana davlat kurashlariga nima qilib jahon chempionlari bo'ldi shuning orqasidan, mehnatning orqasidan. Yoshligidan nima qattiq edi haligi. Kurashganligi nima, chanqoq, o'zlari hech narsadan qaytmaydigan. Shu ko'chada ham yurganda yoshliklarda bu kishi bilan ko'rmaganmiz. Shu bolalardan ajralib turardi Bobomurod. Endi Bobomurod aka, sizni shu armiyada edim men 85-87-yillar, endi shu 86-yillarga to'g'ri kelsa kerak.
Men sizni Komsomolskiy Pravda gazetasida suratingizni ko'rganman-da. Shu 52 vez vaznda chempion bo'lganingizda o'sha gazetadan qirqib o'sha armiyskiy bloknotimga yopishtirib qo'yganman. Suratingizni o'sha tagida yozuvlari bilan haligacha esimdan chiqmaydi. Biz endi siz bilan faxrlanamiz, Bomurod aka. Xudoga shukr, bu mojarum xalqimizdan qancha palvonlar chiqqan, endi qancha shogirdlaringiz bor. Imsol tinneku bo'rondikilarni ham sabab itin xushlas ancha. Men o'zi sportdan chetga chiqib ketganim yo'q. Har doim o'sha sportda atrofida yuraman o'zim aslida. O'zim kechalari yo bo'lmasa ertalablari turib o'sha uyimizdan mana shu O'rdagacha kelaman 5 kilometr. Yana qaytib 5 kilometr qaytib uyga boraman. Yana haftada 2 marta, 3 marta через kunaro yurib turaman. O'zim uchun, sog'lig'im uchun. Umuman olganda zalga borib turaman, shogirdlarimni ko'raman, ularni sog'inaman, yoshliklarim esimga tushadi. Maslahatlar bo'lsa maslahat beraman ularga, o'zimning tajribamdan kelib chiqqan holda. Hozir Akobirni zaliga boryapmiz. Sobir Qurbonovning o'g'illari Akobir Qurbonov. U ham jahon chempioni, shogirdlarimdan bittasi. Mana hayotim hamma shu sport bilan bog'langanda, yoshligimdan o'sha sport bilan shug'ullanib kelaman. Bu yerga borganda albatta yoshligim esimga tushadi, kurashganlarim esimga tushadi. Albatta xohlayman kurashni. Odam sog'inar ekan baribir. Hayotingizni o'sha sportga bag'ishlagandan keyin odam yoshi o'tganda albatta bu xohlaysiz, lekin unaqa nagruskani ola olmaysiz. Shuni o'zi yetarli, maza qilib dam olasiz. Hordig'ingiz chiqadi, xumoringizdan chiqasiz, bolalarni ko'rasiz. Kim qanday kurashyapti? Biz paytlarda boshqacha endi kurashadi. Hozirgi bolalar boshqa endi yangi zamonaviy sportchilar. Eser paytida sal boshqacharoq edi. Ko'proq nagruska berilardi. Hozirgilar u nimani ko'tara olmaydi.
3 mahal trenirovka qilardik. Har kuni 3 mahal. Har kun 10 yil mana shunaqa. Terma jamoada bo'lganimdan boshlab shu 78dan 88gacha har kuni zbor deydi, ana yig'ilish mashg'ulotlarida 3 mahal. Uyda bo'lganingizda keyin dam olardik. Uyda bo'lgan paytlarimizda 2 mahal. Ertalab fiziaratka deydi, u ham bir mashg'ulot, kamida 1 soat, 1 soat 20 minut o'tkazilardi. Keyin kechqurun soat 5 dan 7gacha. Har kuni nima? Shanba bozordan tashqari. Shanba bozor ham gilamga chiqmas ekan, nimada futbol o'ynardik. Banya deydi bizda, parilka bo'lardi. Shanba kunlari, bozor kunlari dam olish. Bu shu 10 yil davomida mana shunaqa hayotni kechirganman. Men tura olmayman sportsiz. Bir nima bilan baribir shug'ullanib turishim kerak. Yo futbol o'ynashim kerak, yo yugurishim kerak, yo yurishim kerak. Mana shu bilan shug'ullanaman hozircha. Bu biz shogirdimiz Akobir Qurbonov. Assalomu alaykum. Siz yaxshimisiz? Sobir akani o'g'illari, bu Akobir. Bu ham bizning shogirdlarimizdan bittasi. Bu ham jahon chempioni. Ham kurashdan, milliy kurashdan, ham sambodan. Shogirdlarimning eng zo'ridan bittasi. Ko'rishmaymiz. Sog' bo'ling. Yaxshimisizmi? Yaxshimi? Charchamasdan. Yaxshi. Zo'rmi, joyidami hammasi? Hammasi yaxshi, xudoga shukr. Bu bizning o'quv markazimiz, ha? Sambo Sport zali bor. sport zali ichida sambo zali, sport zali bor. Hozir kirib ko'ramiz. Ashada chapga. Zalim zo'r ekan-ku. Tabiat endi o'quv markazida. Hamma o'quv markazi, yo'qda mana shogirdlar. Ha, zal shu joyda. Ha, Zali. sport zalimiz. Zo'r zal ekan bu. Qani bolalar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Qanday yigitlar? Zo'rmi? Sambislar. Salom. Молодец, polvonlar. Bu hammasi budishi Jahon chempionlari xudo xolasa. Xudo xolasa. Jahon chempion bo'ladi bular hammasi. Saflandik. Ustozi. Bitta chiziqqa saflanamiz bolalar. Rostlan. Mana ustozimiz bugun bizning sport zalimizga mehmon bo'lib keldilar. Bobomurod Fayziyev, 2 karra jahon chempioni, SSRga xizmat ko'rsatgan sportchi, jahon kubogi g'olibi, ko'p karra xalqaro musobaqalar g'olibi bo'lgan Bobomurod Fayziyev mana bugun sport zalimizda mehmon bo'lib keldilar. Kelajakda xudo xolasa hammalaring jahon chempioni bo'lishlari kerak. Xudo xolasa. Yaxshilab trenirovka qilinglar. Mana ustozinglar jahon chempioni ham sambo kurashidan, ham Milliy kurash. milliy kurashdan, jahon kubogining g'olibi, bir necha karra Osiyo chempioni, bir necha karra xalqaro turnirlarning g'olibi. Mana shunaqa ustozlaring bor. Shuning uchun sizlar ham mana shu ustozlardan o'tishlaring kerak. 1 marta bo'lganmisizlar, 2 marta bo'lasizlar, 3 marta bo'lasizlar. Sizga qattiq bel bog'lab mashg'ulotlarni chiroyli qilib o'tkazish kerak. Qo'yib yuborish kerak emas. Endi sizga o'xshab, mana katta ustozlarga o'xshab, bular ham jahon chempioni. Qolaversa, mana olimpiada chempionlari bo'lish arafasida, mana xudo xolasa endi musobaqalarga tushib, respublikamiz bayrog'ini ko'tarsa, biz shuncha xursand bo'lamiz. Xudo xolasa, bular ham jahon chempionlari bo'lish niyatida. Albatta, xudo xolasa yaxshi niyat qilsak, hammasi bo'ladi. Musobaqalar borib turibdi bular. Musobaqalarga chempionlarimiz bor, shahar birinchiliklari g'oliblari ichida bor. Молодец. Birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rinlarni olganlar bor. Respublikamiz chempionlari bor. Endi bizani bu to'garagimizga mana bir 5 yil, 6 yil bo'lyapti. Hozirgi kunda murabbiylik faoliyatimizni yoshlar bilan shug'ullanishni boshladim va mana bularga shu
o'zimda bo'lgan sizlardan olgan o'gitlarni hammasini bularga o'rgatib, mana kelajakda xudo xolasa bular ham mana shunaqa sizga o'xshagan, bobolariga o'xshagan, otalariga o'xshagan jahon chempionlari bo'lish arafasida. Akobir shogird endi bugun trenirovkani boshlaymizmi? Ruxsat bersangiz, trenirovka jarayonini boshlasak. Qani bir ko'raylik, chiqani endi bir trenirovkani boshlanglar. O'ngga, направляющий chap yelka bilan qadam bos. Sekinroq. Yetishib olamiz. Dumaloq oshamiz. Ketdi to'rtadan. Po 4. Yaxshi. Давай, молодец. Yaxshi. Ket. Yaxshilab bajaramiz. Chiroyli qilib bajarish kerak hamma. Yaxshi. Tezroq. Sani eng baxting mana shular. Baxtimiz. Chempion bo'lsa, yaxshi yutuqlarga ega bo'lsa, Osiyo chempionat, jahon chempionatlarida, Olimpiya o'yinlarida agar g'olib bo'lsa, mana sen bilan bizni baxtimiz mana shu bo'ladi. Stop. Turdik stoykaga. Ana o yoqqa tizzalarga o'tirib olinglar. Senlar kolenko, sen. Sen ham o'tirgin. Men Ha, yumsar chiqma. qaranglar. Ana ina surxash. Chalib yiqitish. Kir yaxshilab, qara. Kiribsan, mana qara. Kirgan paytda mana bu oyoq polni orqaga ketish kerak. Orqaga ketganda mana oldinga qo'yasan mana. Ko'rding? To'xtating hozir. Hozir 1 minut nima qilinglar. Ustoz Bomurod aka, siz bir o'zingizni yaxshi ko'rgan usullaringizni bir ko'rsatib bersangiz. Bo'ldi. Bolalarga bir sizdan esdalikka. Qani Akbarali aka. Endi men o'zim Qolganlar o'tirib olamiz. mana ko'rsataman. Beldan oldingiz. Bel bog'idan olib, mana kurashayotgan paytda aldaysiz. Bunaqa qilsa ham bo'ladi, mana bu orqaga tashlasa ham bo'ladi. Aldaysiz, u yoqdan, bu yoqdan qilib, u qilib aldab o'zingizga moslashtirib olasiz. Tashlaysiz. Ha, qani sen bu yoqqa chiqqan endi. Hoppa. Ha. Rahmat. Sog' bo'l. Ko'rdingmi? Bu ham mana chempion bo'lsin. Xudo xolasa. Tur ustoz yonlarga. Kel qizim. Ma, tur joyingdan, say. Shu bilan. Yigitlar, hammalaringizga omad, sog' salomat bo'linglar. Ko'rishguncha. Rahmat. Mayli, sog' bo'linglar yigitlar. Hammalaringga omad. Молодец, sog' bo'linglar yigitlar. Bo'ladi, xudo xolasa, yaxshi niyat. Omad, sog'lik, salomat bo'lsangga, o'ylagan niyatlaringga yetgin. Sog' salomat bo'l. Afzal qizim mana. Bu meni qizimda. Bu trenirovka qiladi men bilan. Har ertalab yuramiz.
Qizim charchamadingizmi? Voy sal qizim, bu sportsmenkada bu o'zi, bu har ertalab mana shu bilan turib, kelib ozgina badan tarbiya qilib mashg'ulot o'tkazamiz. Xudo xolasa bu nabiraman sportsmen bo'ladi. Ana qizim. Voy sal qizim mana. Agar shug'ullanmasak, mana shunaqa odam bir narsani yo'qotib qo'yganday bo'lib turadi. Kun bo'yi keyin lanj bo'lib yurasiz. Ertalab turib mashg'ulotdan keyin kechgacha maza qilib o'zingizni tetik his qilasiz-da. Shunga o'rganib qolganmiz biz endi. Qizim charchamadingmi? Ona qizim. Bu qizim charchamaydi bu. Ha? Yuguraylik. Ha, yuguramiz yana. Yana yuramiz. Yana. Qani ketdik yana. Jan. Ha. Ko'proq yuguraman. Da. Oldin yugurib ketma. Yonida bo'lib turgin. Ha, jana. Babushka, ichingda deb chirma xo'pmi? Xo'p. Bu yerda biz mana shu bizani mahalla. Men 82-yil mana shu yerda studentlik paytlarida kelib kvartirant bo'lganman. Hozirda shu uyda. Keyinchalik bu uy bizga qolib ketdi. Oldik, boshqadan qurildi bolalar. Mana shu bizani hovli. Bu yerda mana biz 90-yildan beri turamiz. Oilali ikkita o'g'ilcha mana shu yerda. Akmal, Jasur degan katta naviram, kichkina naviram uxlab yotibdi hali. Shu yerda yashab yotibmiz oilam bilan. Bugun xudo xolasa to'y, savz to'ylar deyishadi. Keyin ertaga xudo xolasa to'y. To'yxonada osh. Kichkina o'g'limni uylantiryapmiz hozir. Mana o'g'lim bu katta, bu Akmal. Mana bu kichkina nabira. Bu Ramzan degan yigit shu bo'ladi. Ramzan. Kichkina nabira. O'g'il bola bu Ramzan degan yigit. Bu katta o'g'lim. Akmal. Bankda ishlaydi, Kapital bankda. Yaxshi hammasi, oilamiz tinch, xotirjam. Bolalar katta bo'lgan hammasi. Babush, buni qayerdan olgansiz? Bu 1982-yili Jahon Kubogi Ispaniyaning Bilbao shahrida olganman. Jahon Kubogining oltin medali bu. Ona qizim, mana bu sizga taqaman. Ana jonim qizim. Buni qayerdan olgansiz? Bu esa bu ham 1982-yili Ispaniyaning Oviedo shahrida jahon chempionatiniki bu. Jahon chempionatining oltin medali. Mana bu ham sizga ona qizim. Buni qayerdan olgansiz?
Bu 1986-yili Fransiyada Po shahrida olganman. Bu ham oltin medal jahon chempionatiniki. Ana qizim mana sizga. Buncha medallaringiz ko'p. Sen ham katta bo'lsang, senda ham shunaqa ko'p medallar bo'ladi qizim. Buni qayerdan olgansiz? Bu oltin medal Italiyaning Milan shahridan olganman. Bu ham jahon chempionatiniki. Oltin medal. Bu ham sizga ona qizim, ana sizga. Bular qayerdan olgansiz? O, onajon qizim, bularni hammasini men senga aytib o'tirsam, 1 soat vaqtim ketadi qizim. Bular hammasi o'sha SSR chempionatiniki, SSR kuboginiki, xalqaro turnirniki, Yevropaniki, Yevropa yo'q. Xalqaro turnir SSR chempionatlariniki faqat. Mana qizim, sizda ham shunaqa bo'ladi. Medallaringiz ko'p bo'ladi. Chempion nima? Chempion bu ona qizim katta musobaqalarda borib kurash tushasan. 5 ta, 6 ta sportchi bilan ularni hammasini yutsang, yana o'shanda seni chempion deyishadi. Bu boshqa-chi? Qayerdan Bu ham shu chempion bo'lganman, musobaqalarda kurashib olganman. Hammasi bu oltin medal. Unaqa. O'tayotgan umr oqayotgan daryoga o'xshaydi. Daryoni bo'yiga kelib o'tirganimda xayolimda mana shunaqa fikrlar o'tadi. Hayotga mana bosib o'tgan yo'llarimga nazar solsam, barcha o'sha maqsadlarimga erishganman. Hayot tez o'tib ketar ekan. Ulgurmay qolasiz ko'p narsalarga bir xil paytlarda. Hayot juda qisqa bo'lar ekanda. Aslida o'zi uzoq, lekin bundoq qarasangiz, bir ko'zni ochib yumguncha mana 65 ga kiribman. Hayot juda qiziq, murakkab. Ko'p o'nqir-cho'nqirlardan o'tib, bu o'zidan o'zi bo'lgan emas. Ko'p qiyinchiliklar ko'rganmiz bu hayotda, bu sport sohasida. Aytishga oson chiqib bundoq kurashish, lekin buni chiqib kurashib uni yutish kerak. Mana Xudoga behisob shukr, mana hayotim qandaydir bir maqsadlarga erishdim, qandaydir bir maqsadlarga erishmadim, lekin ko'proq o'sha niyat qilganlarim hammasi amalga oshdi. Mana jahon chempioni ham bo'ldim. 82-yili jahon kubogining g'olibi bo'ldim, birinchi bo'lib. Ispaniyaning Bilbao shahrida. Keyinchalik o'sha 82-yil Ispaniyaning Avedo shahrida jahon chempioni bo'ldim. Jahon chempionatiga tushish uchun faqat chempion bo'lish kerak. O 2-3 u hech qayerga bora olmaydi. Chempion bo'lasiz, yana o'zlarining bir mashg'ulotlari bor, perekitka deydi, yana kurashtirib, boshqatdan yana ball olishingiz kerak. O'sha paytda siz jahon chempionati va jahon kubogi yoki Yevropa chempionlariga qatnashishga sizga ruxsat berilardi. 86-yili mana shu chempion, SSR chempioni bo'lganimizdan keyin Fransiyaning Po shahrida jahon chempionatida qatnashib, bu yerda oltin medalni qo'lga kiritganman. Keyin 87-yili Toshkentda o'zimizning O'zbekiston Toshkent shahrida 87-yili SSR chempionati. Bu yerdan chempion bo'lgandan keyin Italiyaning Milan shahriga yo'llanma oldim. Bu 4-chi
jahon chempionati 4 marta, 1 marta jahon kubogini g'olibi bo'lganman. Награждается медалью 85-летия самбо и памятным знаком за выдающиеся достижения в самбо. The stage is given to Baba Murad Faiziyev from Uzbekistan, a two-time world champion honored with the 85th anniversary Sambo medal and the commemorative insignia for outstanding achievements in Sambo. Oilam, nevaralarim bor. Oilam tinch xotirjam. Yomon hayot kechirmadim. Hayotim hammasi yaxshi o'tdi, yaxshi lavozimlarda ishladim. Mana hozir nafaqadaman, dam olib yuribman. Ona kızım, kel canım kızım. Bir dakika kel. Kolunu bir. Hadi kızım bana. Mana bu kızımız bizani kelajagimizda Xudo xolasa sportsmen bo'ladi bu qizim mana. Babaş. Gul. Voy. Hidi zo'r ekan-ku. Mana. Babaş gitmemiz mi? Ketamiz, ketdik. Qani qo'lingni ber.